Uyqam ketdi, endi uyga Ha, qaytsam bo'ladi. erkak. Sen bu yoqda qorning to'yg'azib boryapsan. Uyda xotining shuldir-shurva ichyapti. Sen ham obor Yasin Food pizzalardan. Xotining pizzani hidini ham bilmasa kerak a. Aka, Yasin Food'ni nomeradan pizzasidan bering. Juft halolimni. Bo'ldi akajon. Ha, erkak. Xotiningga olding-yu, onazoringni kim o'ylaydi? Onangga ham obor. Onang pizza nimaligini bilmasa ham kerak-ku. Aka, 10,000 ham shu pizzangizdan bitta bering. Bo'ldi akajon, hozir tayyorlab beramiz. Malades erkak. Ana endi o'g'il bolani ishini qilding. Onangga olding, xotiningga olding, otanggachi. Otangga kim oladi? Axir ota o'g'ilsan. Otangga ham ol. Yasin Food'ni nimaligini ham bilmasa kerak. Mana shu eng zo'r pizzangizdan ham davlatdan motamga ham bitta bering. Xo'p, bo'ldi akajon, bo'ldi. Ha, malades erkak. O'g'il bolani ishini qilding. Endi uyga bemalol kirib borishing mumkin. Senday o'g'illar, senday erlar, senday farzandlar ko'payaversin. Akajon, pizza вообще ketdi aka. Konkret aka, endi bitta lavash akajon. Lavash-a? Stildan aka. Lavashda bu. Вообще aka. Zabancha qilib Men sotamiz. sizga ishonaman akajon, bosing, tamom. Bormi kelyapti? Ha, erkak. Sen bu yoqda qorning to'yg'azib, Yasin Food lavashlarni yeb yuribsan. Xotiningchi?